Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. 2026-yil 13-mart kungi dastlabkimiz. Testda yanuvchi, ya'ni Nijniy Gorenniya kacholimiz qo'yildi. 2 kvadratlik kacholimiz Xorazm viloyati Shovot tumanidan chiqadi, xudo xolasa bu nasib etsa. Uchlik vislardan qilingan. Ishlari mijozimizning talabidan bilan sazlanib obshipka qilganmiz. Hatta отдельный obshipka qilingan. Bir deyiklik ishlardan obshipka qilinadi. Komplektida ventilyator, regulyator, datchik, termostat hamda tozalagishlari bo'ladi buni. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Bu yon tomondan ruchkalari ichida qo'zg'atovon. Bu orqa tozalash joyi, morlar, obrat quturba, podachi hamda slip. Kimga shunday kachollar qiziq qoladigan bo'lsa, bizning manzil Amdira tuman Mang'it shahri eski paxta zavod ichida. O'zingizga aloqaga chiqib kelaverasizlar. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana Nijniy Gorenniya Pestyanuvchi kacholimiz Shovot tumani O'zbekiston kolxoz. Qangli mahallasi Amir Temur 6-uyga keldi. Mana ustamizga mana. Tanig'anlar bo'lsa bir like bosib qo'yasiz. Kimga shunday kachollar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amdira tuman Mang'it shahri eski paxta zavod ichida. Mana telefon nomerlarimiz. Aloqaga chiqib kelaverasizlar. Otiz sog' bo'ling, yaxshi kunlar ishlab yursin. Omon sog' bo'ling, Xudoyim. Rahmat. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, to'ylarga nasib etsin pullar. Aytganingiz kelsin. Mana sog' bo'lasiz. To'ylarga yaqqaylar bilan. Amin, to'ylarga yaqqaysiz shuni.